sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Tozalik mebu sog'lik. Foydali sabzavotlar yenglar, zararli yog'lar bo'lmaydi. Mening kun davomida nima qilishim sizlarga qiziqmi? Menga nima bo'ldi? Salom. Ha. Musiqa eshitishni yoqtirasanmi? Ha, juda yoqtiraman. Buva, bu yer juda chiroyli. Sneysan. Menga yoqadi sen bilan birga yurishi. Men ham juda yoqadi. Sen bilan vaqt tez o'tadi ekan. Ha, men ham shunday his qilyapman. Tulki, u qayerda ekanini o'ylayman. Voy attang, uning raqamini so'ramabman. Endi uni qanday topaman? Ha, men uni topaman. Yana o'sha tulkini o'ylayapsan-a? Bilmayman. Uni yana ko'rarmikanman? Salom. Seni topish qiyin bo'ldi. Demak, topishni xohlagansan bu safar. Raqamingni bersang bo'ladimi? Men seni yana ko'rishni istayman. Haqiqatan juda xohlardim seni topishni. Mana shu dunyoda bor bittasi, u mana uni bittasi. Teng kelolmas ikkimizga mingtasi. Ko'rsataylik chin sevginidir asli. Men seni tanladim. Bu saroyda qolishing mumkin agar rozi bo'lsang. Yo'q. Yo'q, men rozi emasman. Quyon qayerda? U nega ishga kelmayapti? U 2 kundan beri ishga kelmadi. Uyda ham yo'q ekan. Nima? Ko'rmadingizmi? Iltimos aytinglar. Demak, Baribir kepsan. Quyon qayerda? Uni qo'yib yubor. Quyonni olib kelinglar. Tulki! Men shu yerdaman, qo'rqma. Yo'q, iltimos, tur, meni tashlab ketma. Ba'zan sevgining eng kuchli isboti Chishli hatto uzoqlarda ham qalbda qoladi. Shabonlar olib kelar seni sog'inch so'zlaring. Nega sen u tomonda, men esa bu tomonda. Menga o'rganib bo'lgan ekan seni yuraging. Sado ber u tomonda, tinglayman bu tomonda. Yolg'izlik